Mana 3 ta qizim bor va bu video shu jamiyatda endi rivojlanib, endi unib kelayotgan yoshlarga, qizlarga, uyg'urlarga tegishli. Ayniqsa qizlarga, qizlarimiz, iltimos qilaman, o'zlaringizni iffatlaringizni asranglar. Har bir otani g'ururi bu qizlari bo'ladi. Ishoning, bu dunyoda hamma narsa bo'ladi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Ota sinmaydi. Lekin qizini bitta noto'g'ri qadami otani sindirib, titib, yer bilan bitta qiladi. Iltimos qilaman. O'zlaringizni asranglar, hech qanaqa yigitlarga ishonmanglar. O'ldim, kuydim desa ham, o'zini ikki bo'l qilsa ham, pichoq ursa ham ishonmanglar. Toki nikoh o'qilmaguncha hech narsaga ishonmanglar. Men seni sevaman desang, seni olaman desang ishonma. Oladigan erkak o'zini boshqarib biladi. Oladigan qizga qo'lini uchini tekkizmaydi. Halol pokiza qilib, nikohdan keyin ayollik qilib uyga olib kiradi. Sizlar ko'chada yurasizlar-ku, akalaringizni, otalaringizni g'ururini, o'rnini ko'tarib yurasizlar. Iltimos qilaman. Men bilaman, shu yo'ldan o'tganman, men katta bo'lganman, bilaman. Ishoninglar, erkaklarga ishonmaslik kerak. Qachonki jufti halolingiz bo'ladi, eringiz bo'ladi, keyin ishoning. Va bitta narsani erkaklarga aytmoqchiman, hozirgi yosh avlodga, nafslaringiz uchun hamma narsani qurbon qilmanglar. Qara, seni ham qizing bo'lishi mumkin, seni ham onang bo'lishi mumkin, seni ham ertaga farzanding bo'lishi mumkin. Bu qaytar dunyo. Qilma bunaqa narsalarni. Chunki bu jamiyatdagi har bir iflosliklar uchun erkaklar javob beradi. Chunki erkaklar Xudoni xalifa, Xudoni o'rinbosari bu yer uchun. Yigitlar, ukalarim, biz erkakmiz. Erkak kishi o'zini ushlab bilishi kerak. Shahvatdor bo'l deydi. Shahvat rav na bo'l. Ya'ni bu nima degani? Shahvating bo'lsin, lekin o'qib ketadigan, chumo bo'lib, hamma o'zi shahvating uchun hamma yoqqa boradigan bo'lma. Erkaklar hamma o'zini ushlab bilsa, qaysi ayol keyin zino qiladi? Hamma o'zini ushlab bilsa, hamma o'zi uchun javob berib bilsa. O'sha uchun aytaman, iltimos qilaman. Bu jamiyat rasvo-raddi bo'lib ketish kerak emas. Ertaga shu jamiyatda meni qizlarim ko'karadi. Ertaga shu jamiyatda seni farzandlaring ko'karishi mumkin. Ertaga otangni, onangni yuzini yerga qaratadigan ishlar qilmaslik kerak. Men shu narsani xohlayman. Menda o'zi vazmojingiz bor, любой qiz bilan yurib bilaman. Meni direktimda juda ham ko'p qizlar yozadi, juda ham ko'p ayollar yozadi. Lekini bor. O'lamiz bir kun. Bu narsalarni qilmaslik kerak. Erkak kishi o'zini ushlab bilishi kerak. Agar o'zini ushlab bilmasa, ayoldan nima farqi qoladi bu? Aka sifatida aytayapman. Men shu jamiyatda nimadirga erishgan insonman, meni muvaffaqiyatli inson deb bilasizlar. Meni quloq solinglar, iltimos, otalaringizni, ukalaringizni, boshqalarni yuzini yerga qaratmanglar. Bitta narsani aytaman, ayol kishi mendan ojiza, ayol kishi mendan pastda deydigan erkaklarga meni bitta gapim bor. Agar rad qilib bilsang gapi yo'q. Har bir erkakdan borib so'ra. Agar o'zini onasidan ustun qo'ysa, men tan beraman.